Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Shu g'olib bo'lyapti, ajoyib. Olg'a, shu olg'a. Besh tashlab biz g'olib bo'ldik. Yura qol, endi joyimizga o'tirishimiz kerak. Shu albatta g'olib bo'lishini bilgandim. O'zi juda ham zo'r yigitda. Qalay, charchab qolmadingmi? Nima qilyapsan? Shunchaki qarshilik qilmay tur. Charchagansan axir, qara. Hamma seni tabriklayapti. G'olib bo'lding. Endi pul yutib olamiz. Qoyilmisan? Barakalla, shu zo'r ishlading. Zo'r g'olib bo'lding. Besh tashla. Barakalla. Juda ham zo'r o'ynading. Hoy. Nima deb o'ylaganding? Nima yutqizishimizni kutganmiding? Axir aytgandim-ku yutamiz deb. Lekin shu rostdan juda ham kelishgan ko'rinadi. Ha, to'g'ri kelishgan. Bir kun men ham shunaqasini sevib qolaman. Finalga oz qoldi, biz ham yutamiz. Shoshma, olg'a degan so'z eski so'z, balki g'olib bo'lish dermiz. Mayli, menga farqi yo'q. Yaxshi, endi g'olib bo'lish deymiz. Men finalda o'ynamayman. Nima? Nimaga? Final qachon bo'ladi? 2 soatdan keyin. Men sizlarni qo'llagani boraman. Birga borasanmi? Albatta. Olg'a. Hammaga xayrli kun. 2018-yil final o'yinlariga xush kelibsiz. Bugungi dasturni men Chaki Ho va men Dito olib boramiz. Yaxshi, agar hamma tayyor bo'lsa, boshladik. Yo xudoyim, nimalar bo'lyapti? Ikki asosiy o'yinchimiz ham hozir bitta mashinada. To'g'ri, men ham ulardan qo'rqmoqdaman. Ular bir xil qarama-qarshi tomonlarda ketishyapti. Kim g'olib bo'lishi esa noma'lum. Meni fikrimcha, birinchi o'yinchi Choy Boramning qo'li baland kelishi mumkin. Bu o'yinda g'olib bo'lgan odam Osiyo o'yinlariga chiqishi ma'lum qilindi. Ammo ikkinchi raqamli Choy Vonyon ham juda ham yaxshi o'yin o'ynamoqda. U mashina va qurollardan abjirlik bilan foydalanyapti. Mana nima uchun u har yili g'olib bo'lgan. U juda ham zo'r o'ynaydi. To'g'ri aytyapmanmi? Ha, ammo Choy Boramning ham mashinasi juda ham yaxshi harakatlanmoqda. U ham ancha yaxshi abjirlikni ko'rsatyapti bizga. Yo xudoyim, Yo Boram yana ikkinchilikni qo'lga kiritadimi deyman. Yana yilga qolib ketishidan qo'rqaman. Noto'g'ri gapirdingiz. Menimcha o'yinchi Yo Boram ham ancha o'zini qo'lga olgan. Menimcha u ham g'olib bo'lish ehtimoli katta. O'zi nimalar bo'lyapti? To'g'risi bunday o'yinlarni tushunmayman. G'olib aniqlanganmi? Ular hozir bir o'q bilan 3 ta narsani urish kerak. Sevgi uchligiga o'xshabmi? Ha, shunga o'xshash. Boram, olg'a. Yo xudoyim, Yo Boram. U biroz tinchlanishi kerak. Tinchlaning. Yo xudoyim, uning abjirligi bizni qoyil qoldirmoqda. Uning yo'li juda ham ajoyib. Mana shunday ilhomlantirish kerak. Ha, shunday qilaman. U meni do'stim. Ko'rib turibman. Menimcha ikki o'yinchining ham hozirgi holati deyarli bir xil. Bu nima degani? Uncha tushunmadim. Ikkala o'yinchi ham bir-biriga mehr qo'ygandek o'ynamoqdalar. Bu juda ham ajoyib, to'g'ri emasmi? Agar Yo Boramga biror nima bo'lsa, uni o'ldiraman. U o'lgisi kelgan bo'lsa kerak. Ana bo'lmasa Choy Vonyon birinchi bo'lib o'q otishni boshladi. Menimcha bu safar ham u g'olib bo'lsa kerak. Yo Boramdan negadir omad yuz o'girmoqda. Menimcha bu safar ham omad aynan Choy Vonyon tarafda bo'ladi va u g'olib bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin emas. Yo Boram juda ham o'yinni yaxshi o'ynayapti. U g'olib bo'lishiga aminman, mana ko'rasan.
Hoy, uni do'sting ekanini sezdirib qo'yma. Yaxshi. Yo'boram, yo xudoyim. Yo'boram. Yo'boram g'olib bo'lyapti. U g'olib bo'ldi. Bu o'yinda Yo'boram g'olib bo'ldi. Buni hammangiz ko'rdingiz-a? Men juda ham zo'r o'ynadim, to'g'rimi? Juda ham zo'r. Tabriklayman. Ajoyib o'yin bo'ldi. Siz ham yaxshi o'ynadingiz. Bugun rostdan ham juda ham zo'r o'ynading. Men birinchi marta kimgadir yutqazishim. Men shunchaki bor kuchim bilan harakat qildim. Keyingi safar ham birga o'ynaymiz. Rostdanmi? Siz bilan mazza qilib o'ynasam kerak. 양각이다. Boram. 쪽에서 Har ikkisining e'tiborida edi. Hoy. U nima bo'lsa ham oddiy o'yinchi. U borada ehtiyot bo'lishing kerak. Undan xavotir olmay qo'ya qol. Nima? U rostdan juda kelishgan, lekin unchalik ko'zga tashlanmaydi. Bilaman, yaxshi yigit, ammo oddiy yigitdagi yigitda. Juda xunuk demoqchiman. Ko'zing kasalmi? U bilan uchrashishni bas qil. Men u bilan albatta uchrashaman. Hoy, axir puling yo'q-ku seni. Eshitishimcha o'yinda g'olib bo'libsan, ha? Asosiy o'yinda g'olib bo'ldim. Rostdanmi? Tabriklayman. Bu ishda doim ishlaysizmi? Yaqinda ketmoqchiman. Aslida bunday ishlarni men emas, kichkina ukam bajarishi kerak edi. Lekin ota-onam hech qachon unga og'ir ish qildirishmaydi. Hatto menga juda kam gapiradi. Men shunday yigitmi? Rostdan ham. Men maktabda juda ham mehribon yigit edi, bundan tashqari ko'p gapirardi. Men? Men akasi emasman. Nima? Hoy, qo'ysangizchi. Unda kimni akasiz? Meni akam yo'q edi. Men bildim. Siz shunchaki hazillashyapsiz, to'g'rimi? Seni akang yo'q bo'lsa, meni akasi bo'lmasangiz, unda Shivu. Ha, men Shivuni akasiman. Shivuni akasimisiz? Negadir odam kammi? Ular hammasi boshqa o'yinda. Boshqa o'yinda? Men odamlarning hammasi bitta o'yinga keladi deb o'ylardim. Faqat sen bu haqda xavotir olyapsan. Ular juda ham kelishgan ekan, qara. Ularni kelishgan deb bo'lmaydi. Rostdan ham juda kelishgan. Bizni guruhdan shu hammadan kelishgan, tushunding? To'ppa-to'g'ri. Olg'a Shivu, olg'a. Olg'a Shivu, bizga pulni keltir, pul olib kel bizga. Bizga ko'proq pul kerak. Hey, bolalar, sal kayfiyatni ko'taring. Hech nimani yo'qotmadik-ku. Sen yaxshi o'ynading. Yaxshi o'ynading. Hali bu hammasi emas. Axir biz birgalikda ovqatlangani bormoqchi edik-ku, yodingizdami? Ha, meni yodimda. Zo'r eshitilyapti. Mening mukofot pullarim. Hozir shuni o'ylaydigan paytmi? Nega meni urasan? Axir xafa bo'ldim. Bugun men ozgina pul yutib oldim, xavotir olmang. Bugun o'zim to'layman. Lekin sen kompyuter uchun pul yig'ayotganding-ku. Kompyuterga to'layman deganding. Kompyuter kartmidi? O'yin kartasi. Sen biz bilan borasanmi? O'zingchi. Sen biz bilan borasanmi? Bormaysanmi? Charchamadingmi? Qani? Balki bugun biror yoqqa birga borarmiz.
Nima? Tushunmadingmi? Sen bilan uchrashuvga chiqmoqchiman. Boshqalarni qo'liga ruxsatsiz tegma, o'rgatishmaganmi? Sen charchamadingmi? Axir uyingga bor, dam ol. Bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Sen uyingga bor. Xo'sh, biror joyga boramizmi, nima deysan? Dam olishim shart emas. Bu men qo'rqqan narsa. Men umuman dam olmayman. Ikki odam bir qizni sevib qolishi. Menga qara, bugungi o'yinda senga nima bo'ldi o'zi? Shunchaki yutqizgim keldi. Nima? Bir qizga yutqizdingmi shuning uchun? Nega endi? U juda yoqimtoy emasmi? Nima? Yo xudoyim, ko'zlarimga ishonmayman. Hoy, men bilan birga o'ynamaysanmi? Yo'q. Nega endi? Birga o'ynay qol, vaqtim ketyapti-ku, axir ko'rmayapsanmi? Sen bilan o'ynashdan juda zerikib ketdim. Yaxshi o'yna olmaysan axir. Yo, tavba, rostdan meni do'stimmisan o'zi? Senga umuman ishonib bo'lmayapman. Axir birinchi o'rinni sen olarding, nega endi o'sha qizga yutqizib berishing kerak? Doim o'yin bo'yicha g'olib bo'ladigan odam eding. Nega bir qizni deb yutqizib berasan? Bu safar pul katta edi. Nahotki meni do'stim bitta qiz uchun yutkazib bersa? Ha, shunday bo'lib qoldi. Mayli, ko'rishguncha. Hoy,